azizlar, birinchi marta O'zbekistonda oshxonasiga kirdim. Buni qaranglar, ya subhanalloh, sharoit qaranglar. Kecha kimdir menga aytdi, shu ovqat yaxshi emas, sharoit yaxshi emas degan gapni eshitdim-da. Subhanalloh. Aka, shuni qaranglar. Juda zo'r. Soklar turlari bilan hozir ko'rsataman. Assalomu alaykum. Xurmolar xohlaganingizcha oling. Ya subhanalloh. Hamma chiroyli kelib, mushirliklar tomon ekan. Turfa alam salata. Ya subhanalloh. Men bilmadim kim o'sha internetda chiqib shikoyat qildi. Assalomu alaykum. Kim shikoyat qildi bilmadim. Nonni xohlaganingizcha. Turfa olam. Turli tuman istalgan vkusga deydi. Vkusga tamga. Mana jarkoylargacha bor ekan. Assalomu alaykum. Qalay, sharoitlar qalay dada? Rahmat. Sharoitlar yaxshimi? Alhamdulillah. Hojidalar sog' bo'linglar. Rahmat. Restoran kattaligini ko'ryapsizlarmi? Hamma shu yerga kelganlar hoji mabrur bo'lib qaytish nasib ro'za aylasin va kelmoqchi bo'lgan, niyat qilgan, o'chirta turgan hammani haj va umra safarlariga yetkazsin. Salomat bo'linglar.